13 ming dollarga texnikasiz egalariga sotgan ekan. Voy, Ariston ekan posudamogasi ham kijon, ha? Aka, bunaqa narsalarni menga qo'yib bering. Yorib yuborasan? Yorvoraman. Davay, aka. O'rtoqlar, bugungi obzorimizda bunaqasiga 5,5, bunaqasiga 4,5 bo'lgan shpon yong'oqdan ishlab chiqarilgan kuxonniy garniturimiz bor. Yaxshilab joylashib olinglar. Videomiz uzoq bo'ladi. Like, boshingizdan chiqmasin, kommentariyada oluvchani qizartirib qo'ying. Aka, Ana qara. Voydat. blum mexanizmda qo'yilgan polniy. Ana qarang. Mana bu usti tosh. Mana qarang. Texnikalariga nima kiradi desanglar, Hotpoint Ariston Italiyada ishlab chiqarilgan posudamоющий mashinkasi bor. Hotpoint Ariston Italiyada ishlab chiqarilgan duxovkasi bor. 6 konforkali gaz plitasi bor. Bu ham Italiyada ishlab chiqarilgan. Vitishkalari bilan birga. Mana bu nimalariga, mexanizmlarga necha? Buni qarang aka. Mana buni qarang. Bari kattaligini. Cho'tki. Xullas, ayollarimiz maza qilib ishlatadigan kuxonniy garnitur o'rtoqlar. Xaladili sotilmaydi. Xaladiniy sotilmaydi. Holati ideal turibdi. Endi buni necha pulga beramiz endi? 13 ming dollarga sotgan ekanlar. 13 ming dollarga texnikasiz egalariga sotgan ekan. Sizlar nima deysizlar buni? Necha pulga sizlarga bersak olgan bo'lardinglar? Kommentariyada fikringizni qoldiring.